Assalomu alaykum. Asarti qurtlar. Ukamizga boshda chiqarib beruvdik o'zimiz. Keyin o'zi qoliplarni olib, mana sekin chiqarishni boshlabdi. Chekkadan ko'rsatay. Mana bu jambilli ekan. Mana bu achchiq yurechali qalblarda. Bu yoqda achchiq yurechali qalblarda. Hop, chekkadan ko'rsataman. Tayyor qadoq upakovka ham qilib qo'yibdi. Mana bunda bir chekkadan ko'ramiz. 1 million pul bilan ish boshlagandi shu ukamiz. 3 oy o'tdi yo o'tmadi. O'zi qancha daromad desa 5-6 million bor deyapti. Shu yerda qurtni o'zi shunaqa chiqadi o'ga deyapti. Mana yurechali assortimentlarni ko'paytiraman deyapti. Mana bu ham jambil aka. Bu yerda hozir achchiqlarimiz, bu oqlar, mana bu yog'lisi ekan. Mana esa chiroyli qilib upakovka qilib olganda mana. Endi hozir vakuum olaman deyapti. Yaxshi dedim. Kopchonlik qilishdi. Bilmayman dedi kopchonlikni o'rgatdik. Mana bu rayhona. Mana 8 talik. Mana bu rayhon. Mana bu kopchonlik. Kopchonlikni tuzchi o'tib qolganing uchun sho'rlashib qolgan. Nima emas. Mana bu yurechada kopchonlik qildi. Ko'rinib o'tdi go'zal. Mana shusilar nihoyatda chiroyli chiqqan. Yaqinroqdan olaylik. Maza qilinglar. Endi deyapti bu yurechalarda keyin mana bu gullarni ham kopchonlik qilaman. Kopchonlik turini ham ko'paytiraman deyapti. Xo'p, yana yangili ham bor ekan. Mana bu yolpizli ekan. Yolpizli chiqardim aka, yangilik qilib dedi. Mana yurechada yolpiz. Mana bu yerda jambilli dedi. Jambilli hech eshitmagandim. Qanaqa bo'ladi desa, men quriganligi uchun o'tamaydi. Bu yerda chiroyli chiqqan. Yurechada qilgan. Qalblarda. Endi oyoqcha mushukchalardan olib qilverasiz deyapti. Mana yurechamiz aka. Xudo xolasa bozorini bersin. Ishni yo'lga qo'yibdi. Kerak bo'lsa kimdir yemoqchi bo'lsa sotib ham qo'yaradi. O'zi bozorga ketayotgan narsalar bular. Bozorga shunaqa stol qo'yib sotyapti. Bir